Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni O'zbek so'miga nisbatan 2026-yil 6-iyun kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Telefonlar yomg'iri Anjirpayda mega aksiya boshlandi. Endi Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazib, zamonaviy smartfonlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Omadli o'tkazma aksiyasi. Har $100 naqd pul o'tkazmasi uchun sizga bitta anjir beriladi. Qanchalik ko'p anjir yig'sangiz, yutish imkoniyatingiz ham shunchalik oshadi. Aksiya davomida 15 dona Samsung Galaxy A07 o'ynaladi. Har 10 kunda jonli efir orqali g'oliblar aniqlanadi. Random dasturi orqali 5 nafardan g'olib tanlanadi. Referal marafon ham sizni kutmoqda. Do'stlaringizni Anjirpayga taklif qiling. Reytingda yuqoriga ko'tariling va quyidagi sovrinlardan birini qo'lga kiriting. iPhone 13, Samsung Galaxy A37, Redmi Note 15 Pro. Aksiya muddati 24-maydan 24-iyungacha. Anjirpay bilan pul o'tkazing, do'stlaringizni taklif qiling va telefonlar yomg'irida siz ham g'olib bo'ling. Bunga ko'ra dollarning rasmiy kursi 52 so'mga ko'tarilib, 1 AQSh dollari 12.049 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1.204.944 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 75 so'mga ko'tarilib, 1 yevro 14.024 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1.402.434 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 2.4 so'mga ko'tarilib, 1 Rossiya rubli 163 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 163 ming so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, har kunlik dollar, yevro va Rossiya rubl kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.